Assalomu alaykum. 2-sinf matematikasidan 103-dars. Bir necha marta orttirish. Yondosh mavzu oila. Marta katta, marta orttirish. Birinchi misol. Behruz fazadan 2 ta yong'oq. Uning ukasi Shahruz esa 2tadan 2 marta yong'oq oldi. Shahruz necha yong'oq olgan? Behruz fazadan 2 ta yong'oq oldi. Ukasi esa 2tadan 2 marta yong'oq oldi. Behruz 2 ta yong'oq oldi, Shahruz 2tadan 2 marta oldi. 2 marta oldi degan, ya'ni ko'proq oldi degan. 2 ni 2 ko'paytiramiz, bo'ladi 4 ta. Behruz 2 ta oldi, Shahruz esa 4 ta oldi. Ikkinchi misol. Sonni n marta orttirish. Bu sonni n marta olish, ya'ni mana shu sonlarni 2 marta orttirish degani. 7 ni 2 ko'paytiramiz 14, 9 ni 2 ko'paytiramiz 18, 11 ni 2 ko'paytirsak 22. Qolganini ham xuddi shu tarzda ishlaymiz. Ya'ni ikkinchi misolimiz mana bunday. 7 kere 2 14, 4 kere 3 12, 2 kere 9 12, 9 ni 2 ko'paytiramiz 18, 7 ni 3 ga ko'paytiramiz 21, 11 ni 2 ko'paytiramiz 22, 8 ni 3 ga ko'paytiramiz 24, 5 6 ga ko'paytiramiz 30. Mana bu joyda qoida turibdi. Sonni bir necha marta orttirish. Sonni n marta orttirish uchun bu sonni n ga ko'paytirish kerak. 3 soni 3 marta orttiriladi. 4 ni 3 ga ko'paytiramiz. Qiymat 4 dan 3 marta ortiq. Ya'ni 4 ni 3 ga ko'paytirsak 12. 4 dan 3 marta ko'p degani. 3-chi, rasmlardagi xatolarni toping. Chap tokchada o'ng tokchadagidan 3 marta ko'p kitob bor. Chap tokchada o'ng tokchadan 3 marta ko'p kitob bor. Bu noto'g'ri. 3 marta ko'p degani 3 ni 3 ga ko'paytirsak, ya'ni ikkinchi tokchada 9 ta bo'lishi kerak. Rasmdagi ham xuddi shunday noto'g'ri ishlangan. Pastdagi ipda yuqoridagi ipdagidan 2 marta ko'p munchoq bor. Bu noto'g'ri hisoblangan. Ya'ni birinchi ipda 2, 4, 6, 8, 10 ta bo'lsa, 10 ni 2 ga ko'paytirsak, ikkinchi ipda 20 ta munchoq bo'lishi kerak. Salimning tug'ilgan kunida 8 ta mehmon, bobosining yubileyida esa 3 marta ko'p mehmon keldi. Bobosining yubileyida qancha mehmon kelgan? Masalani marta ko'p desa, ko'paytirish yo'li bilan bajaramiz. Ya'ni 8 ni 3 ga ko'paytirsak bo'ladi 24 ta odam. Bobosining yubileyida 24 ta odam kelgan. Kesmaning uzunligini o'lchang. Uning uzunligini 4 marta orttiring va yangi kesmani daftaringizga chizing. Kesma ostiga uning uzunligini yozing. Mana bu joyda kesma turibdi. Biz uni o'lchab 4 marta orttirib yangidan kesma chizamiz. Ya'ni bu kesmamiz 5 santimetrdan iborat ekan, uni 4 ga ko'paytirsak 20 santimetr. Birinchi kesmamiz 5 santimetr, ikkinchi kesmamiz esa 20 santimetrga teng. 6-misol. Hisoblang va ortiqcha so'zni toping. Mana bu joyda 12 ta misol turibdi. Uning chap tomonida berilgan harflar va hosil bo'lgan yig'indi, ko'paytma, qo'shiluvchi, ayriluvchilardan hosil bo'lgan sonni tagiga o'sha harflarni yozib chiqsak, kerakli so'zlar hosil bo'ladi. Bu joyda qovus ichidagi amallar birinchi bajariladi. Keyin esa qolgan misollar davom ettirilib ishlanadi. Ya'ni mana bunday. 95 qo'shuv qovus ichida 6 ko'paytiruv 3. 95 ga qo'shamiz 18 ni 113. 70 dan ayiramiz 52 ni bo'lamiz 9 ga. 18 bo'lib 9 barobar 2. 120 ayiruv 6 ko'paytiruv 5. 120 dan 30 ni ayiramiz 90. 7 ko'paytiruv 3 qo'shuv 3 ko'paytiruv 2. 7 ni 3 ga ko'paytirsak 21, qo'shamiz 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6, 27. 60 ayiruv 36 bo'luv 3. 24 bo'luv 3 barobar 8. 19 qo'shuv 5 ko'paytiruv 8, 109. 109 ga qo'shamiz 40 ni bo'ladi 149. 3 ko'paytiruv 5 qo'shuv 5 ko'paytiruv 5.
15 qo'shuv 25 40. 14 qo'shuv 31 bo'lu 9 45 bo'lu 9 5. 178 dan ayiramiz 7 ko'paytirib 4ni 28 barobar 150. 13 qo'shuv 19 bo'lu 8. 32 ni 8 ga bo'lsak 4. 111 ayiruv 7 ko'paytirib 2 barobar 111 ayiruv 14 barobar 97. 4ni 9 ga ko'paytiramiz, ayiramiz, 5ni 4 ga ko'paytiramiz. 36 ayiruv 20 barobar 16. Va mana bu sonlar tagiga harflarni yozib chiqqan edik. 2 152 ga aka degan so'z, keyingisida opa, keyingisida singil, xola va tog'a degan so'zlar kelib chiqdi. To'g'ri to'rtburchakning tomonlari uzunliklari 3 cm va 1 cm. Uning katta tomoni 2 marta, kichik tomoni esa 6 marta orttirildi. To'g'ri to'rtburchak qanday shaklga aylanib qoldi? Bu shaklning tomonlari qanday uzunlikka ega bo'ldi? Bu shaklni daftaringizga chizing. Ya'ni mana bu uzunchoq to'g'ri to'rtburchak shakldagi shakli edi. So'ngra esa biz uni 2 marta orttirgan edik katta tomonni, kichik tomon esa 6 marta orttirilgan edi. Bu joyda kvadrat hosil bo'ldi. Ya'ni 3 ni 2 ga ko'paytirsak 6 cm, 1 ni 6 ga ko'paytirsak 6 cm. Hamma tomoni 6 cm-lik kvadrat hosil bo'ldi. Hurmatli o'quvchilar, mana 8-9 masala bu uyga vazifa edi. Albatta uyga vazifani birgalikda bajaramiz. 7 sonni 2 marta, 6 marta, 9 marta orttiring. Ya'ni 7 ni 2 ga ko'paytiramiz, 7 ni 6 ga ko'paytiramiz, 7 ni 9 ga ko'paytiramiz. Qolganini ham xuddi shu usulda bajaramiz. 8-misolimiz mana bundan iborat. 7 ni 2 ga ko'paytiramiz 14, 6 ga ko'paytiramiz 42, 9 ga ko'paytiramiz 63. 7 ni 5 ga ko'paytiramiz 35, 9 ni 5 ga ko'paytiramiz 45, 10 ni 5 ga ko'paytiramiz 50. 5 kara 6 30, 6 kara 5 30. 9 masala. Nonushtadan keyin dasturxondan 6 ta piyola va 2 marta ko'p likopcha yig'ib olindi. Hammasi bo'lib nechta idish yig'ib olingan? 6 ta piyola va 2 marta ko'p likopcha yig'ib olindi deydi. Biz masalani bu usulda bajaramiz. 6 ta piyola va 2 marta ko'p likopcha bo'lsa, likopchani topishimiz kerak. 6 ni 2 ga ko'paytiramiz va qo'shamiz yana 6 ni. 12 qo'shuv 6 bo'ladi 18. 12 ta likopcha, umumiysi 18 ta idish yig'ishtirib olingan. Hurmatli aziz mening o'quvchilarim, mana bugun 103-dars mana shulardan iborat edi. Albatta ko'rib, keyingi darsni ham ko'rish uchun like bosib, obuna bo'lib qo'ying.